harakat qilinglar, hammanglarga omonat. Kechirasiz, Kamol Tohirovna. Men bu ishxonada boshqa ishlamoqchi emasman. Voy, nimaga Sabab 200 ta ayol kishining ichida bitta erkak kishi bo'lib ishlayapman. nima qilibdi? Hey, sizlarni xarakteringlar menga o'tib qolibdi. Men normalniy mujikman, normalniy erkakman. Oilam bor, bolalarim bor, choyxona yuraman men. Mana bu poza nimaga kerak menga hozir? Mo'min, agar mani desangiz ishda qolasiz. Ranopa, qo'ysangizchi, yaqinda navarali bo'lgan odamsiz. Shunda muammo Ra'nodammi? Muammo menda. Mo'minjon, o'zingiz boshing. Ko'p savol berib charchatib qo'ymanglar. Savdo topa qo'ying-ey. Men hammanglarni opamdek ko'raman. Lekin sizlar meni ukadek ko'rmayapsizlar. Xo'p, sizga nima xalaqit beryapti, Mo'min? Mana oddiy misol. Hojatxona nima bitta? Nimaga j faqat? Men qani? Voy, biz uyalayotganimiz yo'q-ku, Mo'min. Uyaling ne Layla opa? Uyaling. Men yo'laman-ku. Mana misol uchun oldilar. Deb erkakga o'xshab kuladi. Ana bu choymanda deb kularam. Voy, qo'lingiz Mo'minjon. Mana misol uchun oldilar. Mana mendan o'tirardim. Yaxshi misollar, yaxshi misollarmidi? Hozir mendan o'tirman. Menga nima kerak bor uni? Ha? Bo'ldi, uzr. Ketaman men. Voy, gapni puli-chi? Ha, gap pulni olib ketaman lekin. Между прочим, ishxonada bitta serka emassiz. Mana Asqaram bor-ku. Voy, tinchlikmi? Ketyapsanmi, Mo'min? Men ismim Jasur, bu meni birinchi kreditim. Men bu pullarga hech kimda yo'q restoran qurmoqchiman. Boyib ketmoqchiman. Tre, seni bo'ldingmi? Sur. Ishi yo'qmi? Men Ya. kreditimni to'lashim kerak. Ya, ish yo'q. Davay sur. Meni ham shunaqa kafeyim bo'ladi. Ha, bo'ladi. Ichmasang bo'ladi. Davay sur. Bir pasda so'ng oling. Sur. Mani ismim Qaramo, bu meni birinchi kreditim. Men bu pulga uylanmoqchiman. Xotinim menga barakali keladi. Sen bir bebaraka, bir shum qadam ekansan. Seni o'rganimdan beri realam yutqazayapti, polni minusga ham kiryapman. Nima qilasiz, aka, berasizmi? Beraman endi, pul yo'q, nima qilaman? Meni ismim Shahobiddin, bu meni birinchi kreditim va bunga men spa salon ochmoqchiman. Takoy chotki qizlar moshni qilib massaj qiladi. Kelaverasizlar? Gap yo'q. Yo'qotdimi? Kredit qachon to'laysiz? To'laymiz. Prosta qizlarimni bosib olib ketishdi-da, tushunasizmi? Yangi kredit bersangiz, yangi qizni chaqirardim. Oldin eskisini yopib oling, qachon yopmoqchisiz o'zi? Yopamiz. Men bir sizdan keyin ikkita klientim bor. Sirras pulni o'tkazib yuboraman. Ismim Tolibjon, bu meni birinchi kreditim. Maqsadlarim katta. Meni ismim Tolibjon, bu meni ikkinchi kreditim. Birinchisini to'lamoqchiman. Mani ismim Binafsha, bu meni birinchi kreditim. Bu pullarga uyamoqchiman. Mani ismim Binafsha, bu meni 5-yigitim, uyda pulini to'la olmadim. To'layman, men to'layman. Nechi pul? Meni otam O'tgan. Men fermerman. Shu desang, zo'r bir otxona ochmoqchiman. Shuni qarz olishga keldim. Kredit. Shu qarzdek gapda. Biznesga o'xshab ketib, Dubayda mazza qilib aylanib turibdi deb o'ylayapsizlarmi? Mana shu olgan kreditim to'lolmay qochib yuribman. Tabiiydaman. Hayotim. Men uyga qaytib bormayman. Ha? O'sha yoshlari yoqib qopti sizga, a? Yo'q. Hayotim bu anu-ku, kollega-ku, birga ishlaymiz. Noto'g'ri tushunib qoldingiz. O'sha kollegangiz bilan qo'shmazor bo'ling. Darvoza yopilmadi. Esingdami birinchi uchrashuvimiz? Yo'q. Avtobusga chiqqaningda senga joy bergan edim. Qo'lingdagi paketlarni ko'tarib yuborganimda rahmat deb duo qiluvding. Hayotim. O'zi ertaga borib qizimni hamma seplarini olib ketmoqchi edik. O'zi ikkita pogovoy ro'mol bilan yamog'i bor shtampil ko'ynakdan boshqa hech narsa yo'q shekilli. Bularga e'tibor bermay, o'zi shunaqa hazillashtiring. Faqat u emas. Grejdarjitlari ham bor edi. Dadasi, buncha asabiylashdingiz. O'zi qizi bor, nozi bor deyshadi, to'g'rimi? Ne? Nozi, vali ko'zi bor, davleniyasi bor, grijasi bor. O'lagar nozini ko'rganim yo'q. Ay. Assalomu alaykum Abrorjon.
Adajon, Va alaykum Dildor opa, siz ham yosharib ketibsiz. oyijon, assalomu alaykum. Alaykum. Bo'ldi keling. Siz ham ko'p ham arazlavermang, ha? O'zi bitta oyog'ingiz u yoqda bo'lsa, bitta oyog'ingizdan orib turibdi, o'tiring. Ada, biza hayotim bilan yarashib oldik. Voy, yaxshi bo'pti. Oling kuyo, yeb o'tiring. Xotiromay xudo ola, davno yeb bo'lgan bu. O'tiribdi mana.